O'zbekistonda islomiy moliyani rivojlantirish uchun huquqiy asos bosqichma-bosqich shakllanmoqda. 2024-yilda Markaziy bank mikromoliya tashkilotlariga islomiy moliyalashtirish xizmatlarini ko'rsatish tartibini belgiladi. Murobaha, ijara, musharaka, muzoraba va salam kabi moliyalashtirish vositalaridan foydalanish imkoniyati yaratildi. 2026-yil mart oyida esa islomiy bank faoliyatiga huquqiy asos yaratadigan qonun qabul qilindi. Bu bilan islomiy bank operatsiyalari, investitsiyaviy omonatlar va sohani tartibga solishning yangi mexanizmlari belgilandi. Ana shu yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan Al-Muomalat konsalting kompaniyasi rahbari ham Prezidentning 18-avgust kuni Xivada tadbirkorlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida ishtirok etib, faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Kompaniya islomiy moliya va bank xizmatlari, mahsulotlarini shakllantirish hamda konsalting xizmatlariga ixtisoslashgan. Biz o'z faoliyatimizni 2024-yilning boshidan boshlaganmiz. Biz islom moliyasi ekotizimiga oid bo'lgan barcha islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatishni tashkilotimizda joriy qilganmiz. Bu islomiy bank darajalariga xizmat ko'rsatish, islomiy mikromoliya tashkilotlari, islomiy takafful kompaniyalariga va islomiy kapital bozori ga xizmat qilish. Bunda bevosita o'sha suq bozori ham kiradi. Bundan tashqari islomiy ijtimoiy moliya xizmatlari, bunda vaqf qonunchiligini ishlab chiqish va ijtimoiy sohalarda islomiy moliyaning qanaqa ahamiyati bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarda barchasi biz yuridik va jismoniy shaxslarga ushbu tizimni, demak, noldan boshlab oxirgi o'sha ekspluatatsiya bo'lgan jarayonigacha yo'lga qo'yib beradigan konsalting tashkiloti hisoblanamiz. So'nggi yillarda qonunchilikdagi o'zgarishlar va yangi tashabbuslar islomiy moliya bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga qanday imkoniyatlar bermoqda? Tadbirkorlarga oldindan 100%lik masalan elektr va gaz uchun to'lovlarni masalan 15% ga tushirilishi ham ularda aylanma mablag'larning bo'lishi va bundan samarali foydalanishga imkoniyat yaratmoqda. Tadbirkorlarga qanchalik imtiyoz bersa, yengillik berilsa va ularning faoliyatlarini amalga oshirilishi uchun yo'llar ochib berilsa, ularning bevosita islomiy moliya instrumentlaridan, islomiy bank instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari oshadi. Qonun hujjatlari asosida respublikamizdagi barcha banklarga islomiy xizmatlarni ko'rsatishga ruxsat berilgan. Shu yo'nalishda 20 ga yaqin banklar litsenziya olish jarayonida bo'lib, ulardan 11 tasiga Al-Muomalat konsalting kompaniyasi ko'mak bermoqda. Endi esa Prezident bilan ochiq muloqotda ilgari surilgan tashabbuslarga to'xtalsak, unda tadbirkorlikni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish, kredit olish jarayonlarini soddalashtirish va biznes uchun yangi moliyaviy mexanizmlarni joriy etish bo'yicha qator takliflar bildirildi. Bu islomiy moliya tizimi uchun qanchalik muhim? Banklarda bilamizki, to'lov qobiliyatini amalga oshirilmaganda insonlar ulardagi garovga qo'yilgan narsalar bank balansiga o'tadi. Mana shu bank balansiga o'tgan aktivlarning kelgusida islomiy moliya rivojlanadigan bo'lsa, banklar tomonidan ushbu aktivlarga biroz ta'mir berib yoki ular estetik aniqlarni oshirgan holda yoki ularning shu ishlab chiqarish ekspluatatsiyaga tayyor qilgan holda O'zbekistondagi tadbirkorlar bilan muzoraba yoki musharaka asosida, sherikchilik asosida o'zlarining balanslarini bu narsalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan yaratilayotgan har bir imkoniyat nafaqat islom moliyasini rivojlanish, umuman moliyaviy sektorning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Chunki moliyaviy sektor mustahkamlanishida asosiy bu instrument yoki asosiy kuch bu tadbirkorlar. Tadbirkorlarga qancha ko'mak bersangiz, bu moliyaviy sektorning, kapital bozorining rivojlanishiga, umuman islomiy moliya bozorining rivojlanishiga asosiy sabab bo'ladi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslar tadbirkorlar uchun muqobil moliyalashtirish manbalarini ko'paytiradi. Shu bilan birga islomiy moliya bozorining rivojlanishi va aholining moliyaviy xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.